Qadrli mijozlarimiz, mana o'sha mashhur internetni portlatgan patrelnikimiz. Bu videoni tezda tirs-tirsatib Cobalt chibrotlarga tarqatib tashanglar. Cobalt avtomobillarni rossiyskiy patrelniki. Bu narsani qo'yish uchun 3 ta sababni aytaman. Cobalt mashinalarda bilasizlar, tagi polniy ochiq bo'ladi. Mashina tagidagi teshiklaridan salondan chang suv kirib yuradi. Ikkinchidan, orqa ABS shlankalari, amortizatorlari polniy ko'rsanib yotadi. Uchinchidan, Cobalt mashinani patrelnik qo'ydirib olsangizlar, polniy shuma izolyatsiya bo'ladi. Ko'chadagi mayda-chuyda chaqir-chuqur ovozlardan saqlab himoya qilib turadi. Qo'yish oson. Patrelnik mahsulotimiz rossiyskiy bo'lib, ichi keramika materialdan ishlangan bo'ladi. O'ziga loy suv ushamaydi, teshilmaydi, o'zini zavodskiy joyina qatadi. Yana komplektida klipsalari chiqadi. Qo'yish oson. Любой ustaxonada oson qo'ydirsangiz bo'ladi. Birini qo'ydirib olsangizlar, mashinaning umri uzoq bo'ladi, shuma izolyatsiya bo'ladi inshaalloh. Bu patrelnik mahsulotimizni Samarqanddagi magazinlarimizdan ham topsangiz bo'ladi. Samarqanddagi do'konlarimizda nalichida bor. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib, narxini bilsangiz bo'ladi.